Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanali dasturlarini kun mavzusi ko'rsatuvi bilan davom ettiramiz. Mazkur ko'rsatuvimiz orqali korrupsiya hamda unga qarshi kurashish borasida yurtimizda, viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlar xususida siz aziz teletomoshabinlarga ma'lumotlar berishni maqsad qilganmiz. Dastlabki savol bilan Bunyod G'ayratovich, sizga yuzlansam, korrupsiya tushunchasiga to'xtalib o'tsangiz, u nima? Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat. Insoniyat tarixida davlatlar shakllangandan buyon korrupsiya ularni ishdan yemiradigan ijtimoiy illat sifatida vujudga keldi. Korrupsiya bu mazkur illat demokratiya va huquq asoslariga jiddiy putur yetkazadi. Inson huquqlarining buzilishiga olib keladi. Bozorlar faoliyatiga to'sqinlik qiladi hamda umuman olganda hayot sifatini yomonlashtiradi. Shu o'rinda korrupsiya tushunchasiga to'xtalib o'tiladigan bo'lsak, korrupsiya bu shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan foydalanib shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxsning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda harakat qilishi. Xuddi shunday bunday nafni qonunga xilof ravishda demak taqdim etish ham korrupsiya hisoblanadi. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar esa xuddi shunday korrupsiya alomatlariga ega bo'lgan sodir etilganligi uchun qonunchilikda javobgarlik belgilangan qilmish hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasida yurtboshimiz ham o'z vazifalariga dastlab kirishganlarida birinchi navbatda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun imzolaganlar. Mazkur qonun 2017-yilda demak 3-yanvar kuni qabul qilingan. Ushbu qonun bilan korrupsiyaga qarshi kurashishda vakolatli davlat organlari belgilab o'tilgan. Bular birinchi navbatda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti demak maxsus vakolatli organ hisoblanadi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Mamlakatxon opa, bilamizki, korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida hududiy kengashlar, respublikada korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tashkil etilgan. Mana shu kengash tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida to'xtalib o'tsangiz. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bir qancha farmon va qarorlar qabul qilingan. Bu borada Surxondaryo viloyatida kengash a'zolari tomonidan va kengash tomonidan bir qancha ishlar olib borilyapti. Albatta bu korrupsiyaga qarshi kurash kengash a'zolari tomonidan ya'ni davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda, ya'ni o'sha ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan hamkorlikda ishlar olib borilayotganligi va bugungi kunda ijtimoiy yo'nalishdagi, iqtisodiy yo'nalishdagi bo'lgan tashkilot va muassasalarda kompleks bo'limlarning tashkil etilishi va u yerlarda fuqarolarning murojaati, ya'ni ishonch telefonlarining tashkil etilishi bevosita bular o'sha korrupsiya holatlari, ya'ni korrupsiya holatlarini oldini olish borasida olib borilayotgan ishlardan biri hisoblanadi va har oyida kengash tomonidan viloyat tashkilotlarining yillik hisobotlari, oylik hisobotlari, choraklik hisobotlari va qilingan ishlari korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qanday tashqi targ'ibot ishlari olib borildi. Albatta bugungi kunda uyushmagan aholi o'rtasida ham o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish borasida va korrupsiya holatlarini oldini olish, korrupsiya bu nima ekanligi va uning salbiy oqibatlari qay darajada xavfli ekanligi borasida targ'ibot va tashviqot ishlari ham olib borilyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bunyod G'ayratovich, hayot tarzining o'zgarishi, jamiyat rivoji jarayonida ma'lum turdagi qaror, farmonlarga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritib boriladi. Shu ma'noda aytganda, so'nggi vaqtlarda qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurash masalasida normativ huquqiy hujjatlar nimalardan iborat? Shular haqida aytib o'tsangiz. Korrupsiyani butunlay yo'qotib yuborish juda mushkul ish bo'lsa-da, uni tiyib turish o'z qo'limizda hisoblanadi. Shunga ko'ra korrupsiyaviy holatlarni vujudga kelish sabablari bilan kurashish hozirda eng to'g'ri yo'l deb hisoblayman. Shu o'rinda ham demak davlatimiz rahbari tomonidan yangi qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar, xususan 2025-yil 21-aprelda qabul qilingan davlat organlari va tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmalari mustaqilligini ta'minlash hamda faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 147-son demak qarorlar qabul qilindi. Bundan tashqari FF 71-son farmonlar ham qabul qilingan. Mazkur normativ huquqiy hujjatlarga ko'ra endida bir qator tizimda ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Ya'ni davlat idoralari va tashkilotlarida, davlat organlari va tashkilotlari ustav fondida davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan xo'jalik jamiyatlaridagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmalarining bir qator
ustuvor vazifalar belgilandi. Birinchi navbatda korrupsiya holatlarini barvaqt aniqlash va ularning oldini olish, ularga imkon beruvchi sabab va shart-sharoitlarni o'rganish, tahlil etish hamda bartaraf etish. Davlat xizmatlarini ko'rsatishda korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish, maishiy korrupsiyaning oldini olish, shu jumladan raqamlashtirish, byurokratiyani qisqartirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish, idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish va yakunlari bo'yicha aniqlangan korrupsiyaviy normalarni bekor qilish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish. Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmalari o'z faoliyatida bevosita tashkilotning birinchi rahbariga bo'ysunishi va uning oldida hisobdor bo'lishi ham belgilab o'tildi. 2027-yil 1-yanvargacha huquqiy eksperiment tariqasida demak bir qator o'zgartirishlar ham kiritilgan. Yangi o'sha qoidalar, ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi, O'zneft-gaz aksiyadorlik jamiyati hamda O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmalari rahbarlari lavozimiga korrupsiyaga qarshi kurash agentligi xodimlari tayinlanishi ham belgilandi. Bunda eksperiment o'tkaziladigan tashkilotlarning korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmalari rahbarlari bevosita agentlikka bo'ysunishi belgilab qo'yildi. Eksperiment o'tkaziladigan tashkilotlarning korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmalari faoliyati tashkil etish, muvofiqlashtirish va monitoring qilish ham demak agentlik hamda eksperiment o'tkaziladigan tashkilot tomonidan birgalikda amalga oshirilishi ham belgilandi. Bu o'z navbatida nimaga yo'l beradi? Birinchi navbatda har bir davlat organlari va tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi kurash shu ichki nazorat bo'linmalarining tashkil etilishi har bir davlat organlari va tashkilotlarining shu o'z faoliyatini amalga oshirishda birinchi navbatda demak o'sha tiyib turuvchi dastlabki bo'g'in vazifasini bajarishi belgilangan. Huquqiy mavzuda so'z ketar ekan, albatta uning javobgarlik choralariga ham to'xtalmasdan iloji yo'q. Shu ma'noda aytganda, korrupsiya holatlarini sodir etganlarga nisbatan qanday javobgarlik choralari belgilangan? Shular haqida ham aytib o'tsangiz. Jamiyatimizda demak qabul qilinayotgan yangi o'sha normativ-huquqiy hujjatlar, qonunlar barchasi demak shu xalqning foydasiga qabul qilinadi albatta. Shu o'rinda demak ijtimoiy va og'riqli nuqtalarimiz bo'lgan holatlar bor. Oddiy shulardan biri xususan korrupsion jinoyatlar. Korrupsion jinoyatlarni sodir etganlik uchun qonunchilikda jazo choralari demak ilgarigiga qaraganda ancha kuchaytirildi. Korrupsion jinoyatlarni sanksiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, sanksiyasi ham demak ancha og'irlashtirilgan. Adliya organlari shu huquqiy targ'ibot, huquqiy axborotni demak yetkazishda yagona davlat siyosatini yuritadigan tashkilot sifatida shuni aytmoqchimanki, joylarga chiqqanda shu Prezidentimizning 2024-yil 24-maydagi PF-80 farmoniga asosan hozirda adliya organlari mahallalarga chiqib uyma-uy yurgan holatda targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshiradi. Biz haftaning har chorshanba kuni belgilangan reja grafik asosida huquqiy targ'ibot kuni va adliya kuni tadbirlarini mahallalarda belgilangan, shu reja grafikda belgilangan mahallalarda o'tkazib kelamiz. Shu joylarga chiqqanda birinchi navbatda amalga oshiriladigan ishlarimiz ro'yxati bor. Demak, sayyor qabullar o'tkazamiz, fuqarolarning huquqiy muammolarini tinglaymiz. Undan so'ng demak yangi qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar haqida demak keng aholi qatlamiga xalqchil tarzda yetkazamiz. Shu o'rinda albatta biz har doim qayerga chiqsak, qaysi davlat organlari tashkilotlariga borsak yoki shu fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga tashrif buyursak, aytadigan gapimiz shu bitta bo'ladi. Albatta korrupsion jinoyatlar, korrupsiyaga qarshi kurashish va uning salbiy oqibatlari haqida birinchi navbatda shu davlat xizmatchilariga demak uning salbiy oqibatlari haqida batafsil tushunchalar beramiz. Kerak bo'lsa shu korrupsion jinoyatlarni sodir etgan shu shaxslarning hayotidan anonim tarzda bir video lavhalar tayyorlab yetkazamiz. Maqsad shuki, ularni demak korrupsion jinoyatlarni sodir etishiga demak yo'l qo'ymaslik. Ilgari korrupsion jinoyatlarni sodir etganlik to'g'risidagi ma'lumot bergan shaxsning o'zi daxlsiz hisoblanardi, u davlat himoyasida bo'lardi. Hozirgi kunda esa korrupsion jinoyatlar sodir etilish holati aniqlanganda yoki o'sha guvoh bo'lgan shaxs demak tegishli vakolatli organlarga xabar beradigan bo'lsa, nafaqat o'zi, balki uning yaqin qarindoshlari ham davlat himoyasida bo'lishi belgilab o'tildi.
demak qisqa raqam ishonchli telefon raqamlari bor. Qisqa ishonch telefon raqamlariga telefon qilib yoki antikor botlarimiz bor. Oddiy misol o'zimiz adliya tizimida antikor bot yoki 1008 telefon raqamimiz bor. Qisqa raqamli ishonch telefonlariga telefon qilib korrupsion jinoyatlarini sodir etilganligi holati bo'yicha ma'lumot berilsa, biz voqea joyiga chiqib buni batafsil o'rganamiz. Qo'shimcha qilib o'tmoqchiman, ya'ni 2026-yilgacha, ya'ni o'sha vazirlik va idoralar tomonidan yoki mahalliy hokimliklar tomonidan aholiga xizmatlar ko'rsatish bo'yicha, ya'ni tizimli baholash joriy etilishi va albatta bu orqali aholi, ya'ni o'sha ularga davlat tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlarni qoniqarsiz baholashi orqali o'sha qaysi davlat tashkiloti, vazirlikmi, idorami, mahalliy tashkilotlar orqali baholanishi bu albatta ertangi kunda o'sha korrupsion holatlarni oldini olish borasida o'z samarasini beradi. Rahmat. Albatta bu raqamlashtirish jarayonlari korrupsiya holatlarini birmuncha oldini olishga xizmat qiladi. Mamlakatxon Abduraimovna, Bunyod G'ayratovich, bu ko'rsatuvimizda ishtirokingiz, bergan ma'lumotlaringiz, savollarimizga javoblaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.